Chelak shahri Bunyodkor mahallasida 2 xonalik xonadon sotuvga qo'yildi azizlar. Bu safargi obzorimiz shu haqida bo'ladi. Hammaga assalomu alaykum. Bu yerning lokatsiyasi haqida yana ham to'liqroq ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, bu yer Tug'ron kafesini orqasida. Xonadon esa 5-qavatda joylashgan. Xonadonga kirishimiz bilan bu yer asosiy 2 yo'lakdan va aytib o'tganimizdek 2 xonadan iborat. Hozir birinchi xona bilan tanishamiz. Birinchi xonamizning o'lchamlari 3 metrga 4 metrni tashkil qiladi va xonadagi barcha katta mebel texnikalar o'z joyida qoldirib ketiladi. Endi esa sizlar bilan ikkinchi xonamizni ko'rib chiqamiz. Bu yerning o'lchamlari esa 3,5 metrga 4 metrni tashkil qiladi va bu yerdagi katta mebellar ham o'z joyida qoldirib ketiladi. Keyingi ko'radigan xonamiz oshxona. Oshxona mebel texnikalari, uголокlar o'z joyida qoldirib ketiladi. Keyingi ko'radigan joyimiz esa sanuzel. Bu xonadonimizning narxini 30 ming dollar kami bor deb aytib o'tishyapti egalari. Kimga qiziq bo'lsa, ekranlarda ko'rib turgan telefon raqamlaringizga bemalol murojaat qilib, o'zlaringizga ma'qul narxni aytib savdolashlaringiz mumkin azizlar. Bu videoni maksimal barcha tanishlaringizga yuborib qo'ying. Hammaga kattakon rahmat. Sizlar bilan Shohjahon Aslanov bo'ldi.